Bizada navbatdagi zakazimiz bu yoqda 12 ta. Buni ko'rinishi tog'orachamizga nisbatan ko'ryapsizlarmi? Qanaqa sochniy. Bemalol sizlar ham shunaqa zakaz bersanglar bo'ladi. 15 tagacha bitta tog'orachamizga sig'adi. Sochniy qilib, podlivkalarni zo'r qilib beramiz, ko'ryapsizlarmi uni? Shundoq qopqog'ini ochishinglar bilan o'sha uyingizda aromat tarqab ketadi. Hozir buni podlivkasini solib, qopqoqlarni yopib, klientkamizga chiqazib yuboramiz. Uyga borganlardan keyin bitta ochsalar, shunaqa mana o'sha parlandi. Qaynodi, hozir pishib chiqdi. Shundoq ochsalar, shunaqa aromat tarqaydi. Ishoninglar, bitta yeb ko'ringlar, sizlar va pishi mazasi super. Iminnoy avtoskiy podlivka bilan, qiymali podlivkalar bilan podacha qilamiz. Bemalol yeb ko'rsanglar bo'ladi. Bu suvlari bunaqa bo'lib bormaydi. Borguncha o'sha xamirlari shimadi-da, oralarida shundoq tishlaganinglarda shunaqa podlivkalarning mazalari chiqadi. Ikra, kabachki, baqlajon, bolgarskilar bilan qilingan va pishi vkusniy. Bitta olib yeb ko'ringlar.